Hoji yaxshi o'tiringlar, men ketdim. Ajon boshlari qo'l bo'lib yotibdi. Bolam salgina aqlingni ishlatgin, ko'cha qanaqangi sovuq bo'lyapti. Hamma joyda qor yog'ib boshladi. Quritdim sochimni. Qanday quriydi Mana hozirgina? Mana fenda tolasini quritdim. qara, tolasini fenda qurityapsan. Yoq qatlamini yuvding hozir, to'g'rimi? Yoq qatlami ham защитный слой edi. Birdaniga chiqib ketib bo'lmaydi. Endi bu rosa sog'likka sezuvchanligi oshib qoldi. Birdaniga anaqa qilmasdan mana salla bekorga oldinglar kiyib yurmagan. Boshini issiq ushlash kerak. Boshini issiq ushlaganda aql zakovat kuchli bo'ladi-da, olimi ulamolar o'shaning uchun oldin ko'p bo'lgan, hozir yo'q. Nimaga deganda boshini quritar qurimmas chiqib ketyapti. Meningit boshidan nag'izlar oqib, tumoq, piq-piq, quloq hammasi bilan shamollashdan boshlaring chiqmaydi. Issiq kiyin tez boshingga. Quritgandan keyin qachon chiqay? Biroz soat o'tsin, biroz soatda teri tagidagi tolalargacha qurib, teri tagi qurish kerak o'zi asosan. Yana boshqa kiyim kiyib chiqasan. Men ertalab cho'milib chiqib ketayotgan ekan, noto'g'ri qotgan ekanman. Meningit bo'lasan, bola. Meningit qo'ylasan. Kechasi sovqlash kerak ekanda. Kechasi yuvib boshingni ertalab issiq bo'lib chiqib ketgan, boshingga kiyib chiqib ketgan.